Assalomu alaykum. Biz kuzatib boradigan hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilarimiz akalar, ko'pchilik akalarimiz Zubur 1105 mini traktorlarimizdan so'rab turgan edi. Yangilik partiyada, yangicha versiyada optim narxlarda Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib keldi. Video davomida shular obzorini qilib, narx-navolar bilan tanishtirib, tushuntirib o'tib ketamiz akalar. Hoziroq bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga hozir aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Nima yangiliklar kiritilgan? Birinchi o'rinda boshlaymiz. Birinchi o'rinda akalar akkumulyatorlari katta 400 tur, 500 turli akkumulyatordan qilib foydalanib kelingan. Oldingi mini traktorlarimiz akkumulyatorlari kichkina Damas akkumulyatordan bo'lgan edi. Bularda akkumulyatorlari katta akkumulyatordan. Statorlari 1125, 1130 da statordan qo'yilgan. Oldi tomonida zashtalari kattaroq qilib ishlangan. Hamda ko'pchilik akalarimizga yangilik, ko'pchilik akalarimiz jatga qo'yganda akalar rama qismi kaltalik qilib turgan edi. Biz ramalarni 15 cm dan qo'shib uzun holatda qilib olib kelib qo'yganmiz. Oldi balonlari 512, orqa balonlari katta, xo'p 610 turli balonlar bilan jihozlangan. Insho qismlariga bitta ahamiyat berasizlar akalar. Katta 1125 insholardan qilib foydalanilgan. Oldingi 1105 mini traktorimizdan osmon bilan yercha farqi bor akalar. Orqa ko'tarib tushadigan gidra shlanglarini ham ko'rishlar mumkin, o'zini ham ko'rishlar mumkin. 1125 katta, xo'p, bo'midan qilib foydalanilgan. Ramalariga ham baho berasizlar. Ramalari ham katta ramalardan qilib foydalanilgan. Sidinalari shu katta mini traktorlar sidinasidan tagida profillari bilan jihozlangan holatda bo'ladi. Skoroslari, xo'p, 6 ta skorosli hamda 4 ta ikkala balonni baravariga qo'shadigan panejnik, xo'p, funksiyalari ham o'ziga qo'yilgan holatda bo'lib keldi. Panejniki bor, alohida ikkala balonni baravariga qo'shadigan holati ham mavjud. Gaz tormoz seplanuvchi hamma funksiyalari bor. Motorlari 1/1 1105 motor, mana motorni o'ziga ham o'yib yozib qo'ygan. Yozgi kunida umuman qizib ketib qolmaydi, chunki o'zida radiatorlari bilan jihozlangan. Soatiga 0,5 litrdan 1 litrgacha salalka rasxod qilib beradi. Pastda nomerlar qoldirib ketyapman. Pastdagi nomerlar alohida chiqadigan bo'lsa, optim narxlarda yetkazib qilib beramiz. Kompleksda do'kon nimalar bor degan akalarim uchun kompleksda kulch naborlarini qo'shib beramiz. Kulch naboridan tashqari oldingi 1105imizda xo'p 2 korpusli plugi bo'lmagan, kompleksda 2 korpusli original xo'p pluglarni komplekt holatda hamda frezalari ham bor. 120, 140lik frezalar reduktorlari ham barto'yli reduktorlar bilan jihozlangan bo'lib kelgan. Keling ularni ko'rsatamiz. Pluglarga bitta ahamiyat berasizlar. 25-30 cm bemalol yerdachiga kirib haydash xususiyatiga ega. Xohlagan tomonlarini legirovka qilib ishlatishlari mumkin akalar. Orqa tomonlarda sifatlari o'ta a'lo darajada akalar. Manzilimiz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'koni. Statordan tashqari rushnoy ham zavod qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 2 korpusli puliga 120lik frezasi kulch dokumenti komplekt holatda akalar 29 million 800 ming so'mga kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Xohlasalar pulni narxini alohida ayirib tashlashimiz ham mumkin. 1105imizda narxi o'zgarmagan, lekin funksiyalari qo'shilib, xo'p, qo'shimchalari qo'shilib kelingan holatda bo'ladi. Shunaqangi Zubur 1105 mini traktor qidirilgan tanishlarga jo'natib qo'ysalar, biz topishi anchagina oson bo'ladi va pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumotni olib olishlari mumkin. Remen shiflari ham, tishini sanog'i ham ko'p hamda katta holatda bo'lib kelgan akalar. Telefon qilib bog'lanib xarid qilishlari mumkin. Optim narxlarda